Assalomu alaykum aziz hamkorlar. Mana men sizlarga hozir rijika yog'i haqida ma'lumot bermoqchi edim, chunki bu rijika yog'imiz ham juda ham zo'r yog'. Sostavida 35% omega 3 bor, 17% omega 6 bor, vitamin A, D, E, K lar bor. Keyin bunda minerallar bor, magniy, kalsiy, fosfor, jigarni tozalab beradi, yurak tizimini normallashtiradi, organizmga kislorod bilan to'yintirib beradi. Buni yuzga sursa yuzni elastichniy qilib, rangini tiniqlashtirib beradi. Sochga sursanglar soch sinishini oldini olib, shilkavistiy qilib beradi. Qon tomirlarini elastichniy qiladi. Buni ichganinglarda hazm qilish sistemasini yaxshilaydi va qondagi toksinlardan xolesterinni kamaytirib beradi. Shunaqa zo'r yog'imiz bor. Jigarlarni tozalashga, gemoglobinni ko'tarishga bemalol ichsanglar bo'ladi. 3 tomchidan 5 tomchidan ichiladi.